Husanovlar oilasida katta quvonch. City himoyachisi o'g'il farzandli bo'ldi. O'zbek futbolining xorijdagi eng yorqin vakillaridan biri Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov hayotida unutilmas va quvonchli voqea yuz berdi. Zamin o'z tahririyati futbolchimizning xonadonidagi xushxabar tafsilotlari bilan bo'lishadi. Yevropa yashil maydonlarida o'z mahoratini namoyish etib, millionlab muxlislar mehrini qozonib kelayotgan Abduqodir Husanov bugun ota degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Iqtidorli himoyachimizning oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Yangi merosxo'r va yangi motivatsiya. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratda Abduqodirning o'z jamoasi Manchester City libosida yangi tug'ilgan chaqaloqni mehr bilan bag'riga bosib turgani aks etgan. Muxlislar va mutaxassislarning fikricha, ushbu quvonchli voqea futbolchi uchun yangi kuch-quvvat manbai bo'ladi va uning maydondagi shijoatini yanada oshiradi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari va Manchester City fanatlari ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodirni ushbu ulug' ne'mat bilan qizg'in muborakbod etmoqdalar. Ko'pchilik yangi dunyoga kelgan chaqaloqqa otasi kabi kuchli, irodali va yurt sha'nini dunyoga tanitadigan inson bo'lib yetishishini tilamoqda. Zamin o'z tahririyati va ko'p sonli futbol ishqibozlari nomidan Abduqodir Husanovni yangi merosxo'r bilan tabriklaymiz. Chaqaloqning qadami qutlug' kelsin. Ota-onasiga rahmat keltiradigan solih farzand bo'lib voyaga yetsin. Sizningcha farzandli bo'lish Abduqodirning Apple va YeChLdagi keyingi o'yinlariga qanday ta'sir qiladi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmang.